Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli YouTube tomoshabinlari, beygumizchilar, beygumizga qiziqib yurganlar. Bugun 21-mart sanasi, hammalarga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Oldin aytganidek, beygumizchilar davri keldi deb. Xo'p, prezidentimiz 71-sonli, PQ 71-sonli qarori asosida qishloq xo'jaligi yerlariga, xususan paxta ekiniga beygumuz olish bo'yicha prezident qarori chiqqan. Shu qaror ijrosi bo'yicha biz Ekogumus MCJ tarkibida Qo'shtepa tumani vakili sifatida beygumuz yetkazib beryapmiz sifatli holatda. Xo'p, mana Ekogumus MCJ rahbari Bahodir aka, Bahodir akani firmalari tarkibida biz mana Qo'shtepa tumani bo'limi vakili sifatida mana qoplari Ekogumus MCJ qoplarida sifatli holatda beygumuz yetkazib beryapmiz. Xo'p, mana beygumuzlarimiz qoplangan, bu tarafda mana elanyapti. Mana setkalarimizda mana beygumuzlarimiz. Hozir birinchi partiyamizni mana 25 tonna yuklash ishlari davom etyapti. Mana katta furaga hozir yuklanyapti 25 tonna. Sifatli holatdagi beygumuzimiz salafanli qop. Mana qaranglar, qoplar tikilgan, zavodskiy qilib. Ichida salafani bor. Namligini saqlagan holatda. Fabrichniy holatda mana yuklanyapti. Beygumuzni biz usulimiz bo'yicha sifatli tayyorlasak, xudo xohlasa keyingi yilga beygumuzlarni ham shunaqa holatda sotishga yordam beramiz. Sifatli holatda beygumuz tayyorlash kerak xolos. Bu beygumuzlar paxtaga solinadi va xudo xohlasa bu yilgi effektiga qarab keyingi yilga bu yil 1600 tonnaga shartnoma qilingan. Bu hazilakam tonna emas. Keyingi yilga shuni xudo xohlasa effekti zo'r bo'ladi. Buni effektiga qarab keyingi yilga bu ob'yom yana ham kattalashadi. Bu degani bizga keyingi yilga yana ham ko'p beygumuz kerak bo'ladi. Faqatgina sifatli holatda shu Bahodir akani tashkillashtirgan texnologiyalar asosida tayyorlangan beygumuz bo'lsagina bizga asqotadi. Beygumuzlar bo'lsa ishni kengaytiringlar, bizga aloqaga chiqinglar, qanaqa sifatli holatda qilinadi. Bizni bu joyimizdan, xo'p, bu joyimizdan qishloq xo'jaligi qoshidagi tuproqshunoslik institutidan vakillar kelib, beygumuzimizni analiz olib ketishgan. Beygumuzimizda analiz olib, sifatini baholab, ya'ni laboratoriya qilingan bizning beygumuzimiz. Namligi, sifati bemalol standartlarga javob beradi hamda eng asosiy boshqalardan farqimiz tagiga shebenka solib, mana reaktorlarimiz tagiga shebenka solib, suvga bijg'itmasdan, xullas go'ngni oz-ozdan berib, sifatli holatda o'ta sifatli darajada chiqadigan shu texnologiya bilan beygumuz tayyorlaymiz. Biz usulimizga o'tinglar, bizdan chuvalchang olinglar. Biz bilan hamkorlik qilinglar. Xudo xolasa keyingi yilga sizlardan ham beygumuzlarni olib shunaqa sifatli holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Ya'ni beygumuzga xaridor davlat yerlariga juda katta ob'yomda butun O'zbekiston bo'yicha beygumuz solinyapti. Farg'ona viloyatida Beshariq tumani tanlab olingan, har bitta viloyatdan bitta tuman tanlab olingan va paxta ekiniga beygumuz ishlatilib, yerda gumuz miqdori ko'tarish hamda shu bilan hosildorlikni oshirish ko'zda tutilgan. Xudo xolasa bu yaxshi effekt beradi, chunki beygumuzimiz analiz qilingan, tekshirilgan laboratoriyada hamma standartlarga javob beradi ortig'i bilan. Hattoki chunki Bahodir aka biz va bizni shu usul tayyorlayotgan shaylarimiz orasida olingan analiz natijalari eng ko'p gumuz miqdori bizda chiqdi. Ya'ni analiz borasida ham O'zbekistonda birinchi o'rinda turibdi hozirgi kunda. Shuni bemalol aytaman, haligi maqtanib sifatida emas, ma'lumot uchun aytaman. Shuning uchun biz usulimizga o'tinglar, bizdan chuvalchang xarid qilinglar hamda shu bizni komandaning a'zosiga aylanib, keyingi mavsumda xudo xolasa bu yil 1600 tonna biz keyingi mavsumda 2500 tonna, 3000 tonna, 5000 tonnaga shartnoma qilaylik. Xudo xolasa ko'pchilik bo'lib shu sifatli beygumuzni yetkazib beraylik qishloq xo'jaligi yerlariga hamda yildan yilga yuqori daromad olaylik. Yerlarimizda gumuz miqdori ko'tarilsin, paxtamizni hosildorligi ham oshsin. Shunaqa gaplar, kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Salomat bo'linglar. Ishlarimiz. Bu kunlarda qancha kutdiga